Assalomu alaykum. Bugun biz Qashqadaryo viloyati Qarshi shahridagi Iqtisodiyot va pedagogika universitetining ochilish marosimiga yetib keldik. Keling, iqlim tizimi haqida odamlarning fikrini bilib chiqamiz. Iqlim tizimini 1 dan 10 gacha baholasangiz necha bergan bo'lardingiz? Bemalol 10 deb ayta olaman. Albatta 10 bergan bo'ladi. Eshitganimdan xursandman. Binoni ichidagiga 10 bergan bo'lardim, chunki binoni ichi juda ham issiq kunda muzdek havoda. O'ylamasdan 9 baho qo'ygan bo'ladi. Binoni ichidagi iqlim haqida nima deb o'ylaysiz? Mana har kuni ishga kelasiz, issiqlarda tashqarida charchab qolmaysizmi? Qashqadaryo viloyati O'zbekistonning janubiy regioni hisoblanadi. Eng kuchli issiq ham bizda bo'ladi. Tashqarida havo issiq. Iqtisodiyot va pedagogika universitetimizning yangi binosiga kirib kelishimiz bilan hattoki o'zimiz bilan kostyumlar olamiz. Sovuq. Yangidan yangi konditsionerlar, yangidan yangi jihozlardan foydalanayotganimiz uchun havo harorati o'z me'yoridan oshib ketayotgan. Havo harorati o'z joyida salqin, ko'rib turganingizdek shinam va foydali. Mana odamlar hozir ko'p, havo aylanishi qanaqa bo'lyapti? Havo aylanishi zo'r, chunki haqiqatan ham har bir binomizda tepa qavatlari yoki bo'lmasa pastki qavatlari bitta joyga 3 tadan deyarli konditsioner qo'yilganligi uchun havo harorati oshib ketmayapti. Voy, havolarda masalan qishda bo'ladigan bo'lsa, qor yog'sa, bizlarni 24 soat ishlab turadigan isitish pechlari. Agar yozda bo'ladigan bo'lsa, 24 soat ishlab turadigan mana bunaqa konditsionerlarimiz bor. Ekan, yoqdi bizga, juda ham yaxshi ekan. Bolalar bilan juda ham qulay, to'g'rimi? Juda ham qulay, biz qo'llab-quvvatlagan kelganimizda kelinimizni. Nasib bo'lsa diplom olishlari ham. Sog' bo'linglar, yoqdi bizga juda ham. Mana odamlar hozir ko'p. Havo aylanishi haqida nima deb o'ylaysiz? Dimiqib ketmayapsizmi? Yo'q, umuman havoda bilasizmi, shunaqangi mexanizm yo'lga qo'yilganki, endi mutaxassislarga taqsimga sazovor deyishimiz kerak. Har bitta binoni o'sha patolog qismida joylashtirilgan, hamma xonada, hamma etajlarda ventilyatsiya yo'lga qo'yilgan. Salqin bo'lib turadi, demak. Salqin havo. Ishlash ham, kelib darslarda o'tkazish ham qulay demak. Albatta, albatta. Binoni issiqlari bilan har kuni buyoqqa ishga kelasiz. Binoni harorati qanaqa sizga? Juda ham yaxshi deya olaman. Odamlar ko'p ko'rganingizdek, havo aylanishi haqida nima deb o'ylaysiz? Havo aylanishi a'lo darajada deb hisoblayman. Dimiqib ketish yo'q, ha? Yo'q, dimiqib ketishi yo'q. Binoda haroratlar a'lo darajada, ko'rib turganingizdek, issiq ham emas, salqin ham emas, normal holatda. Xonalarda havo aylanishi juda ham yaxshi. Chiller tizimi, ventilyatsiya tizimi yo'lga qo'yilgan, hammasi yaxshi. Hech kim talabalar yig'ilib qolsa dimiqib qolmaysizlar demak. Binodagi iqlim juda ham issiq kunda, Qashqadaryo viloyati quyoshlikda. Masalan, bizning universitetimizda juda ham havo salqin, konditsionerlar hammasi o'z o'rnida, o'z joyida, o'z havosida ishlab turibdi. Darslar bo'yicha dimiqib qolmaysizlarmi talabalar ko'p bo'lganda? Har bitta xonaga konditsioner qo'yilgan, ko'rib turganingizga mana tepalari bilan konditsioner qo'yilgan. Hamma sinflarda ham, auditoriyalarda ham, mana kutubxonaning o'zida ham hamma sharoitlar yaratilgan, qulay. Eng qulay tomoni yuqorida joylashtirilgan, istagan paytda o'chirib yoqish imkoni mavjud, ko'tarish, pasaytirish imkoni yaxshi. Harorat juda ham qulay, havoga moslashtirilgan. Xonalarda ichida havo aylanishi haqida nima deb o'ylaysiz? Havo aylanish sistemasi ham juda yaxshi o'rnatilgan. Hammasi a'lo darajada. Demak, bu issiqlarda qiynalib qolmaysizlar. Yo'q, umuman issiq bilingani yo'q. Binoni ichida iqlim menimcha juda ham yaxshi. Talabalar ham, bitiruvchilar ham, tomoshabinlar ham maza qilishadi. Eshitganimdan xursandman. Odamlar hozir ko'payib ketdi. Dimiqib ketish yo'qmi? Yo'q, menimcha dimiqib ketish yo'q. Mana havo sovutgichlar ham menimcha ishlab turibdi. Hamma maza qilib, aylanib, tomosha qilib turishdi. Biz uchun har bir loyiha juda muhim. Eng asosiysi loyiha ishga tushgandan keyin har bir inson uchun qulay sharoitlar yaratib berish.